bekorga aytmayman-da, bari Cobalt'lar sami populyarniy mashina. 3 ta Cobalt olib qo'yganmiz, uchalasiga ham bir boshdan 90 talik metan balon bilan Stack Gofas uskunalarni o'rnatib beryapmiz. 1 Cobalt, 2 Cobalt olib ustanovka jarayoni ketyapti. Tak, ichkaridagi Cobaltimiz o'zi bo'lgan. Tak, bu changan, bu butkaga edi. Orqadan boshlayman. Chana qalin ugolnikdan ana shunaqa lentalar bilan zapaska ham bemalol kirchiq qiladi. Endi yarim bagaj yo'q, zato zapaska всегда qoladi. Ketdik. Oldin kapot qismini obzor qilaman. Bachoy setonga yakta obzor qiling. Qo'yish. Mashinamiz endi yurgan, xizmatini qilgan. Endi rasulga e'tibor qilmaysizlar. Так, Mia Gofaz 200 original polski mayna. Buni poddelkasi ham bor, ehtiyot bo'linglar. Redtur X Xitoy производства, Xitoyning originali, garanti beriladi. Datchiklari 4-pokoleniya, даже filtr одноразовый ham qo'yiladi. Metanda smola uchun, map datchik va farsunkalar. Zapravichnisi polni ishga baho berasizlar, даже xamutlargacha original 100%. Kimga shunaqa xizmat kerak? Bemalol original narsa bilan o'rnatib, kafolatli xizmat ko'rsatamiz. Masterga bu sizlar uchun, aziz mijozlarimiz uchun xizmatda bo'ling.